ijodkorlari mana shoshib operatsiyaga kirib ketyapman. Natijasi bilan sizlar bilan bo'lishaman. Assalomu alaykum. Hozir mana operatsiyaga kirishdan oldin patsientimiz tayinlanishdan oldin ozgina sizlarga ma'lumot berib o'tmoqchiman bu operatsiya haqida. Shikoyatlari patsientimizni jinsiy aloqa paytida o'sha kengayishlar, diskomfortlarga shikoyat bilan kelgan edilar. Turmush o'rtoqlarini o'zi olib keldi. Yana aksirganda, yo'talganda, kuchli harakatlar qilganda siydik solmaslik bor edi. Biz endi ularni ko'rik paytimizda opushiya aniqlandi, ya'ni opushiya o'sha siydik devorini, oldingi devorini demak pastga tushishi aniqlandi. Va biz o'sha plan va operatsiya yangi yildan oldin o'sha plan qilgan edik. Просто o'ta joy bo'lmagani uchun endi mana hozir yangi yildan keyin bu operatsiyani xudo xolisi bajarib olamiz. Sizlarga operatsiya natijasi qiziq bo'lsa, reaksiyalar qoldiringlar. Biz operatsiyadan keyin natijasi bilan sizlar bilan bo'lishamiz.